Mamlakatimizda aholi bandligini ta'minlash, odamlarning munosib turmush sharoitini yaxshilash borasida samarali hamda tizimli ishlar olib borilmoqda. Imtiyozli kredit hamda subsidiyalarning ajratilayotgani, ish bilan ta'minlash darajasining yaxshilanayotgani, fuqarolarni dehqonchilik, chorvachilik hamda hunarmandchilikka jalb etish borasidagi qator amaliy ishlar buning yorqin tasdig'idir. Muxbirimiz Kitob tumanining Katlos mahallasi misolida mavzuni davom ettiradi. Kitob tumanining tog'li hududlaridan biri hisoblangan Katlos mahallasi so'nggi yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari bilan katta o'zgarish va yangilanishlarga yuz tutmoqda. Tuman markazidan qariyb 40 kilometrlar uzoqlikda joylashgan bu mahalla tabiiy sharoiti, mehnatkash aholisi hamda tobora kengayib borayotgan ishlab chiqarish salohiyati bilan o'z o'rni va ahamiyatiga ega. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda hududda 6648 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Mahallaning geografik joylashuvi tog'li bo'lgani sababli bu yerda qadimdan chorvachilik yetakchi sohalardan biri bo'lib kelgan. Shu bilan birga keyingi yillarda dehqonchilik, bog'dorchilik va uzumchilik yo'nalishlari ham jadal rivojlanib boryapti. Ishsiz fuqarolarga 50 sotikdan yer ajratib berganmiz. Shu yerda ular dehqonchilik qilib, asosan nihollar ekan, mana hozir ko'rdik, noshvoti, gilos, olma kabi mana shunday nihollar yetishtirib, o'zlari foydalanib kelishyapti. Undan tashqari berilgan suvsiz yer, suv chiqarish uchun ham imtiyozli kreditlar berganmiz. 4 yillik 17,5% hisobidan bular hammasi tik quduq arzidan suvlarini qozib, mana shu ekinlarni hammasini iloji boricha zamonaviy uslubda, ya'ni mana tomchilatib sug'orish, undan tashqari suvni tejash uskunalaridan foydalanib, mana shunday imtiyozlardan foydalanib kelishyapti. Mahallada bandlikni ta'minlash borasida ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan ishsiz fuqarolarga yer maydonlari ajratib berish orqali ularni tadbirkorlikka keng jalb etish amaliyoti yaxshi natijalar bermoqda. Bu esa nafaqat aholi daromadlarini oshirish, balki hududda yangi ish o'rinlari yaratishga ham xizmat qilmoqda. Suv resurslari cheklangan tog'li hudud bo'lishiga qaramay, zamonaviy sug'orish texnologiyalarini joriy etish orqali mavjud muammolar bosqichma-bosqich hal etilmoqda. Xususan tomchilatib sug'orish tizimlarining keng joriy etilishi suvdan samarali foydalanish imkonini bermoqda. Bu esa avval foydalanilmay yotgan yerlarning ham qayta ishga tushirilishiga zamin yaratmoqda. Ko'rganlaringizda mana nokzor qilganmiz. 5 yil bo'ldi mana noklarimizni yuqorida Yovoy ko'chatini olib kelib ekib, Surxondaryo viloyatidan payvandligini olib kelib, mana shu yerga payvand qilganmiz. Hozir 14 xil nokimiz bor, hosilga kirgan. Endi mahalliy sharoitga mos, mahalliy o'zimizning iqlimga mos navlarda alohida qaysi biri chidamli bo'ladigan bo'lsa, yana mana bu yerga ko'rib turganlaringiz bog'lab boqda o'sha navlardan payvand qo'yganmiz. Hozir shu payvandlarimizning 2-yil. Bog'dorchilikda eng katta muammo bu sifatli ko'chat. Mana shu ko'chatni, sifatli ko'chatni yetishtirish masalasi bo'yicha ham ozgina harakat qildik. Bu yil mana 10 mingta ko'chat olib kelib ekkanmiz hozir. Issiqxona xo'jaliklarining rivoji mahalladagi ijobiy o'zgarishlarning yorqin namunasi hisoblanadi. Birgina misol, 2023-yilda hududda 40 ta issiqxona faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 150 tadan oshgani bu yo'nalishga bo'lgan qiziqish va imkoniyatlarning kengayganidan dalolat beradi. Bundan tashqari hududda 10 ga yaqin sovuqxona mavjud bo'lib, ular yetishtirgan mahsulotlarni uzoq muddat saqlash imkonini bermoqda. Katlos mahallasiga issiqxonalar asosan o'sha ishsiz yoshlar, kam daromadli oilalar, kambag'al oilalar reyestrga turgan oilalarga asosan 1 sutik, 2 sutik, 3 sutikgacha imtiyozli kreditlar asosida qilib berganmiz. Ko'pchiliklari katta-katta issiqxonalar o'zlarining mablag'lari hisobidan ham qilingan. Umuman olganda, Katlos mahalla fuqarolar yig'ini bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohalarini diversifikatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va aholi bandligini oshirish borasida samarali tajriba maktabiga aylanib bormoqda.